Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Boshpana TV kanalini ko'ryapsizlar. Men sizlarga zo'r joydan, zo'r lokatsiyadan yaxshi 3 xonali uy topib qo'ydim. Kvadratlari ham katta, 68 kvadrat, 3 xona. Biz qayeramiz? Toshkent shahri Sergeli tumani, Sputnik 17-dahasida turibmiz. Sputnik Karzingani shundoqqina yonginasida 4-qavatda 3 xonali uy. Menga obuna bo'lmasdan ko'rayotgan bo'lsangiz, obuna bo'lish tugmasini bosib qo'ying. Sizning telefoningiz og'irroq bo'lib qolmaydi yoki sizga nalog kelmaydi menga obuna bo'lgan bo'lsangiz. Prosta sizga yaxshi arzon uylar kuniga 2-3 talab qo'yyapman. Sizga borib turadi. Mazza qilib uy qidirayotgan bo'lsangiz yo uy sotmoqchi bo'lsangiz, sizga yaxshi almashtirmoqchi bo'lsangiz, zo'r uylarni tavsiya qilib turaman. Arzon narxlarda. Sizni ham uy joy sotish kerak bo'lsa, ushbu raqamlarga telefon qilasiz. 97 kodi bilan 422 27 75 telefon qilsangiz, borib chiroyli qilib obzor qilib, sotilishiga sababchi bo'lib qolamiz. Video opisiyaniyasida Instagram va Telegram kanallarimni skilkalari bor. Telegram kanallariga o'tsangiz, har bitta videoni qo'yib, lokatsiyalari bilan cho'tki tushuntirilgan bo'ladi. Obuna bo'lsangiz, xursand bo'laman. Sizga ham yaxshi bo'ladi. Aynan shu podyezddan kirib boramiz, 4-etajga chiqamiz. Ushbu xonadon egalari nomeri esa pastda joylashgan. Bemalol telefon qilib, savdolashib, xarid qilib olsangiz bo'ladi. Ketdik. O'rtoqlar, 4-qavatga ham chiqib oldik. O'zi ikkita xonadon bor. Chap tarafdagi xonadonga kiramiz. Remontlari zo'r ekan. Bismillahirrohmanirrohim. Kirib kelishimiz bilan kichkinagina bitta hol bor. Xo'p. Oshxonadan boshlaymiz. Chap tarafimizda oshxona joylashgan. Mebel texnikalari shundoqligicha menimcha qoladi. Xolodilniklari bor. Xo'p, bu yerda o'tiradigan joy qilishgan balkonni. Ko'p hozir yangi domla ham balkonli emas, bu yerda balkoni bori, qulay bemalol o'tirishingizga joy. Bu yerda oshxona, bu yerda mana sushilka qilishga yoki anaqaga kichkinagina kladovkasi bor ekan. Uyi narsalarni qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Oshxona ham mana keng, hamma mebellari bor, bemalol foydalansangiz bo'ladi. Narxlari ham zo'r. Bu yerda mana bitta zal bor. Kattagina bemalol bu yerda 15 ta 20 ta mehmoningizni kutsangiz bo'ladi. Kondisionerlarigacha bor ekan. Ushbu xonadonimiz 68 kvadrat metr, 3 ta xonasi bor. Remontlari yaxshi. Narxini ham aytib o'taman, $70,000. Bu yerda mana yana bitta xonasi bor. Remontlari zo'r. Bemalol kelib yashashingizga tayyor. Mebel texnikangizni o'zingiznikini qo'yasiz, bo'ldi. Xo'p, bu tarafda mana sanuzeli joylashgan. Remontlari yomon emas. Bu yerda hojatxonasi mana razdelniy. Kimda cho'milayotgan bo'lsa, kutib qolmaydi hojatxonaga kirmoqchi bo'lgan odam. Bu yerda spalnisi bor mana. Kattaroq yotoqxonasi. Zo'r. Bemalol kelib bitta oila joylashib olib, mazza qilib yashasa bo'ladi. Metroga yaqin, maktablardan muammo yo'q, bog'chalardan muammo yo'q, gaz, svet suvlari zo'r. Yana nima deyish kerak? Karzinka, Sputnik Karzingani yonida, Toshkent shahri Sergeli tumani, Sputnik 17 da turibmiz. Ushbu xonadonimiz 68 kvadrat metr maydonga ega, narxi $70,000. Pastiga nomerlarga telefon qilib bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Sizni ham uy joyingizni sotish kerak bo'lsa, tepada nomerim 97 kodi bilan 422 27 75 telefon qilsangiz borib chiroyli qilib obzor qilib, Boshpana TV YouTube, Instagram, Telegram kanallarimizda reklama qilib, sotilishiga sababchi bo'lib qolamiz. Boshqalarga o'xshab 2%, 3% deb uyingizni narxiga pul qo'yib sotmaymiz. Biz o'yin qilmaymiz, o'rtada dallollik qilmaymiz. O'zingiz nomeringiz bilan qo'yamiz. Ushbu xonadonning egalarining ham nomeri pastda. Uy joy qidirayotgan yaqinlarga jo'natinglar. Tez xarid qilib qo'ysangiz, yomon joy emas, mazza qilib baxtli yashaydigan xonadon. Demak, keyingi boshpanalarda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar.